Bu Shamsiyev Nozim ikkita joyda prepiskada turibdi-da. Shu mumkinmi ikkita joyda prepiskada turish? Bu prepiskada ishlaydigan odamlar buni tanishimi yo KTD'dasimi? O'shanga ham tushunmaydi o'zi. Mashinasini ham bir tagini surishtirib, kim beribdi bu yerga? Nima orqali bo'libdi? Sizlar jurnalistlar mashinasini ham bir berishini so'rab, bizni tinchimizni bizni xohlagan mahallalarda, xohlagan vaqtlarda kirib, xohlagan ishlarni qilishdi. Kechqurunlari soat 2-3larda mana videolar bor. Anadan tonga chiqadi. Tonga chiqib, anaqa yugurlaydi. Soat 2 kechqurun. Mana video nechta o'limgani ham bo'ldi, aqrab yugurlaydi. Mana Shamsiyev, Nozim, razborchi bo'l 3-4 ta manaqa bo'lgan ayb ko'rib, mana turibdi deng. Tomga chiqdi. Voy, salaga nima bor? Mana de meni ota-onam bor. Ya mana de kinchagim bor, xotin bola chaqam bor bu yerda. Nima qilsanglar sala bu yerda desam, gapirmaysiz. Bo'lib bo'ling kirkitga qaydan chiqqan bo'lsangiz deb mana turib razborchi bo'lgan ayb kelib 102 qilsa kelmaydi uchastkavoy. Ichotchini rasmga olib, ashtomonlarni ish ko'radimi? Ichotchi bo'yicha, elektriset bo'yicha, u elektriset xodimlari ko'rsa kerak buni, uchastkavoy ko'rmasa kerak. U telefon qilibdi, Nozim telefon qilibdi, Shamsiyev Nozim kelibdi-da, u odam kelib, nima bo'libdi, nima muammo dedida, kelib Ağbağlarını roğondan resim gördü taşqara chiqib turib, mana mashinami dedi, ha, mashina resimga olibdi-da, mana qo'l qo'yib qo'ying dedi, ketibdi. Cho'chik qayda hozir? Cho'chigimiz yo'q bizga. Ya'ni ol dongdan nomladan cho'chik qayda? Yo'qolib ketgan, nima qilishga bilmayman. Aytdim, xohlagan mahal, xohlagan odamlarni kirib, xohlagan ishini qilibdi-da. Video syomkasi bormi? Hamma narsasi bor, video syomka, hamma narsasi bor. Ichki ishlar, ashida katta-katta tanishlari bor ekanda bu bolani. Demakki biz 102 qilsa, bitta uchastka kelmaydi, u 102 qilsa mahalla to'lib ketadi. Ishonasizmi? Yo'l bo'lmasda.